Assalomu alaykum ekrandagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar, ko'rayotganlar Shinjong televiziya stansiyasi, Shinjong Uyi madaniyat tarqatuvchilik shirkati, Shinjong Bug'ra madaniyat tarqatuvchilik shirkati hamkorlik bozorlar sungan cho'ng tipli san'at programmasi, Obida Ipak yo'li sadasi programmasi. Rahmat, men Umid Tursun. Mana programmamizning birinchi bosqichi intayin muvaffaqiyat oxirlashgandan keyin 64 nafar mahirimiz ikkinchi bosqichimiz bo'lgan sinov bosqichiga o'ngish qadam qo'ydi. Albatta bu bosqichimizda mahirlarimiz o'z guruhida ikkidan bo'lib o'ziga taalluq bo'lgan shu bir o'ringa ega bo'lish uchun tirishchanlik ko'rsatdi. Albatta 3-qarorlik Ipak yo'li sadasi programmasining ikkinchi bosqichidagi bizning qadrdon suyimli ustozlarimiz bo'lsa, yana ana shu qaltis bo'lgan ustozlarimiz bo'lib, ular bo'lsa Abdullah Saknisining yetakchi ustozi Abdullah Abdurim ustoz, Al-Ray Grup'sının yetakchi ustozi Dilshod Raydun ustoz, Sanobar Saknisining yetakchi ustozi Sanobar Tursun ustoz, Nur Saknisining yetakchi ustozi Nurnisa Abbos ustoz. Albatta bu bosqichimizning yana bir alohidaligi bor bo'lib, ya'ni har bir ustozimizning bir guruhini biroqli shallab etish, shundaqla shu guruhdagi ikkili mahirni biroqli tanlab olish huquqi bor bo'ladi. Albatta, programmamiz tajidorligi Shinjong Obida biotexnik taraqqiyotchilik shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizda Shinjong mikro mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan Shinjong Kamera xalqaro savdo cheklik shirkati strategik hamkorlashgan. Bu programmamizga Shinjong Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati yaqinda yordamlashgan. Bu programmamiz bilan Shinjong Oltin Go'har xalqaro savdo cheklik shirkati alohida hamkorlashgan. Albatta, 3-qarorlik Ipak yo'li sadasi programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizni Kamran yurishlik aqsil xalqini, Kamran aqsillik qaymoq chaylari, Kamran buvoqlar quvvat bulmiqi, Kamran buvoqlar zaksi qatorliq sifatlik mahsulotlarni bozorda silib, xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Shinjong Kamera xalqaro savdo cheklik shirkati 120 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, chas sog'lomlashtirish va parvarish qilish sohasida dodillik bilan izlanib, Sarkarda markali yurishlik mahsulotlarini bozorga solgan Shinjong Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 3-chi darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, diyorimiz yanfonchilik sohasida aqliy iqtidorli yanfonlarni bozorga solayotgan boshlang'ich korxona Shinjong Uxlan xalqaro savdo cheklik shirkati Uxlan yanfonchiligi 80 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, Safiya Najva Almas to'y qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan. Shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Shinjong Safiya xalqaro savdo cheklik shirkati 60 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar. Bugun diqqatimizda bo'ldig'ini Al-Ray Grup'si. Undaq bo'lsa, Al-Ray Grup'sining bugungi raqobati boshlanishidan avval Al-Ray Grup'sining yetakchi ustozi Dilshod Raydun apandining o'quvchilariga deydigan qanday yurak so'zlar bor? Birlikda anglab boqaylik. Qani, ustoz. Assalomu alaykum. Televizor ekran oldidagi sevimli tomoshabinlar, ko'rarmanlar, yaxshimisizlar? Ipak yo'li sadasi programmasining 3-sonining 2-aylanma musobaqasi hozir boshlanish oldi turibdi. Bu 1-aylanma musobaqasida bizning Al-Ray guruhimizga 16 mahir tanlandi. 2-aylanma musobaqasi uchun bu mahirlarimiz az bo'lmagan jafo mushaqqatlarni, qantalarni so'ndurdi. Mahirlarimiz Abdurayning har qaysi joylarda bo'lg'ashqa orliqni jiroq ko'rmay, mushu qishqoroda degan vaqtda Urumchiga yetib kelib, qolgan mahirlar bilan birlikda ustozlarning ta'limidan hamda bir-birlar o'rganish orqali o'zining mushu 2-aylanmada o'rinlanmoqchi bo'lgan naqshlarini xeyli mukammal o'rinladi. Bizim bularga yaxshi ta'limlarni berdik. Bularni qayta qilib yaxshi o'rgandi. Men mahirlarimning mushu 2-aylanmada o'zining eng yuqori saviyasidan mahorat bilan o'rinlanmoqchi bo'lgan nomerlarni g'albilik o'rinlashini umid qilaman. Rahmat, ustoz. Xo'sh, qadrli ko'rmanlar, Al-Ray Grup'sining sinov bosqichi hozir rasmiy boshlandi. Oldi bilan saktimizda raqobatda bo'lgan mahirlarimiz bo'lsa, Abduqayum Rahman bilan Eli Ahmad. Assalomu alaykum, suyimli ko'rarmanlar, yaxshimisizlar? Ipak yo'li sadasi programmamizning 3-qarorining
ikkinchi aylanmasi başlanışaldı turvatdı. Biz birinci aylanmasida Elrayi grupimizga 16 mayır tanlab aldık. Bunun içinde güzel avaz nakşiyetiganlar var, halk nakşi uslubu nakşiyetiganlar var. Şokat efendim Özgür Stüdyosu'nun mesulü oluştuğundan başka yani özürsüz bizim Elrayi grupimizga yetekçi ustaz bakıyordu. İkinci aylanmada vallahi çokum sarxil numaralarla özünün en yukarı kabiliyeti bilen bölüngen nakşlarını yaxşı orlaydı qaraydı. Növbette sahnemize çıkılgan yani bir mayırımız olsa Abdülkeyim bilen Elican. Abdülkeyim olsa bizim şu Elrayi grubumuzun muşu kıtımkı mayırlarının ki işi en çoğun bir mayırımız. Ben Elrayi grupusuna kirgandan keyin Dilshod Rahidin muallimning astoydil o'rgatishi bilan ovoz ishiltish jihatda, nafas ilish, ovoz chiqarish jihatda ko'p bilimlarni egalladim deb qarayman. Elican bo'lsa Aqsu san'at maktabida o'qib, maxsus naqsh kasbida. Hozirgacha bir qancha san'at maktablarida ishlab naqsh etish texnikasi bir qadar yuqori naqsh etish texnikalarini xil egallagan bir naqshni bilsa. Ben Elrayi grupusuga kirgandan buyon Dilshod Rahidin ustozning ovoz chiqarish ilmidan nurg'un bilimlarga ega bo'ldim. Men shu munosabat bilan Dilshod Rahidin ustozning tiliga salomatlik, ishlar o'ngishliq tilayman. Abdülkeyim kişilikten usta çeliştiği nakşını yapıyor geçken kendi cıhalat nakşlarını üzgengen. Bu qatim bizga Dilshod muallim G'uncham dramasidan ariya aytishni belgilab o'rinlashtirdi. Bu qatim bu ikki mayrimizga berilgan naqsha G'uncham dramasini ariya kakuflar bilib qoldi. Bu naqshni asl o'rinlovchisi Saydulla To'xti. Bu naqshni bu ikkisini aytdi yaxshi o'rgandi. Feyruza aka do'st birinchi, musobaqa ikkinchi, sandi kurashaylik, g'ayrat qiling. Ikkisining talantini, shu naqshni o'rinlash maharatini sahnada ko'radi.
Xo'sh, mana Alroy guruhining tunji guruhi mohirlarining bizga ilib kelgan naqshidan birlikda huzurlandik. Bu naqsh bo'lsa G'uncham dramasining ariyasi deyman, ha? Dilshod Kabrolag'an deyman, ha? Xo'sh, unda qolsamda biz ustozlarning bahosini, shundaqla tavsiyasini olib boqaylik. Qani, Abdulla Abdurim ustoz. Alhamdulillah rahmat. Ustoz Topshirgan G'uncham dramasidan ariya naqshisini ishkinglarni aytdi, undan hamkorlashib aytibadinglar. Mana Abduqayim apandim bir pishqon el san'atkori o'z doirasida yaxshi ta'sirlari qolgan naqshchi. Rahmat. Biz oldingi qitimliq musobaqada shunday tunishgan naqshisi orqali eli inimiz munayt yaxshi tayyorlik qildi. Ovozi bir qadam ilgirlagan, echilgan bir tuyg'u bor, menga nisbatan ashna tuyg'u badi. Rahmat. Ma'lum balkim shunday degan bo'lishi mumkin. Ovozni yuritayli degan bo'lishi mumkin. Bugungi ifodasi ham yaxshi. Ikki savoqdoshniki hamkorlashib aytgan yerlardimi? Mushu noiti inchga tayyorlik qilganligi bilinib turdi. Nafaslarning o'rinlari o'xshash. Chunki ikki odam qo'shilib aytgandiki, yo qo'shkichlik naqsh bo'ldi yoki xo'rg'a o'xshidi-da bu. Bu yerda nafaslar egizpas chiqsa, birisi oldi, birisi keyni bo'lsa, albatta hissiyatga o'xshamay qoldi. Buning noit astoydil tayyorlik o'tdi. Men endi bu oldingi qaror, oldingi qitimdagi oldingi bosqichda musobaqa o'xshamaydigan yeri cho'qim eng samimiy fikrimizni bermasak bo'lmaydi. Chunki oldinlarda yana musobaqa bor. Musobaqa buningdan keskin bo'lishi mumkin. Shunga bugun o'zimning his qilgan ahvolimni endi aytsam, Dilshod Roydin apandiga Eli Ahmadni tavsiya qilaman. Elijon. Rahmat ustoz. Birni sabr ustoz. G'uncham dramasidan ariya o'rinlab berganlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Eli Ahmad bugun ustunlikni egalladi haqiqatan. Ovoz jihatdan, o'rinlash jihatdan Abduqayim apandimmi, ammo xili obdan tirishib qo'yibdi. G'uncham dramasida xuddi yigitning rolini olgandek, G'unchamga oshiq bo'lgan ashu Nurumdek nayt yaxshi rolni oldingiz. Men mushu sizni bir rag'batlantirish yuzidan sizni bir tavsiya qilib qo'yay. Rahmat ustoz. Sani baxtli ustoz. Abduqayim Rahman apandining degan o'rinlashida bir ortiqchilik Eli Shivesni Eli Ahmad qaraganda yaxshi o'rinlab berdi. Bu naqshi Eli naqshi. Endi Eli Ahmadning ovoz ishiltish, ovoz doirasi nimizda rasmi ilgirlash bo'pti. Dilshod akamning balkim tarbiyasi nat yaxshi singibdi dedim. Mening yana tavsiya qilganim Eli Ahmad. Eli Ahmad. Rahmat ustoz. Dilshod Roydin ustoz, avval bahoyimiz. Bu ishki mayır endi bizning shu 16 mayırlarning ichida biroz naqsh etish uslubi, xalq uslubida naqsh et, xalq uslubida naqsh etgan ishki mayırimiz bo'lsin. Abduqayim afandim bo'lsa, kichigini tatib san'atga havasi bor. Do'stlarimni ayt chiroyli chaladi. Muchun naqshinimi o'rgangan naqshlarning asosiyatlarimiz shu bizning ili tarafdan ahanglar. Oldin qitim deyildi-ku, buni 50 yosh kirdi. Men bilan tang lekin chichi oz ekan buni. Eli Ahmad bo'lsa, bizning Aqsu viloyatlik san'at maktabida o'qigan naqsh kasbida. Undan keyin 3-4 nahiyalik san'at o'migida, hamda Aqsu 10 sunaylik san'at o'migida qatorliq idoralarda ishlaganda kasbiy san'at maktabi. Qadar tarbiya qilgan, ovoz sharoiti biroz yo'ruq. Ma yaqin yana tarbiya biz arliq yana hamkorlashdik. O'ylayman men biroz ta'limlanib edim. Hamda ovozni u 10 kun yo 20 kun ichida favqulodda o'zgarishni keltirib chiqarolmadi, lekin ba'zi shu avjillari, yuqori yerlari, sal yopiq yerlarni yuglak chiqardi desam, shuni bugun kela mukammal o'rinladi. Bayatın seni bir ustoz degandek bu ikkisini alayligida Abduqayim
Muşu onçam duramızlık muşu bugün muşu orlagan nakşının il şivisini naat toluk aldı. Resmi aşı ililik tekli idi bu. Aşı şivisi şu nakşının purak şivisi buludu. Bunun purak şivisi kişigini tatmayacak nakşı itkaşka bu naat biraz toluklar oladı. Kesbi çallığı desak eli biraz kesbi çallığı. Hoş. İlican, sizin şu tercüme aldığınızı köge vaxtında siz mıdaq dep dikensiz. Kelgüsideki 5 yıllık planın bir el söygen nakçı buluş dep dikensiz. Ondaqda şu bir el söygen nakçı buluş için qandaq şart-şaraitlarni hazırlash kerak? Qandaq bo'lgan vaqtida el söygen nakçı buludu? El söygen nakışçı buluş için nurgun japalarni tatish kerak, nurgun tirishchanlik ko'rsatish kerak. Çokum ko'zlagan bir nishonga yetimiz deydiganmiz, çokum belni bog'lab tirishchanlik ko'rsatib, qanchaqda shu el söygen nakışçı bo'g'li bo'ldi deb o'ylayman. Ana shu xalqning orzusi, shundaqla xalqning bizga ifodalab bermoqchi bo'lgan shu ideya fikrlarni o'z naqshimizda voyaga yetkazib o'rinlay olgan vaqtimizda onunkin haqiqiy el söygen naqshi bo'ldi. Shundaqmi? Shundaq. Xo'sh, Abduqimka, sizningcha bugungi ifodangiz qanaqroq bo'ldi deb o'ylaysiz? Mening bugungi ifodam ustozim Dilshod Roidin ma'lum o'tgandimi to'g'ri ko'p qoldi deb qarayman. To'g'ri ko'p qoldi. Qaysi jihatda bo'lib qolgandi masalan? Mush o'quvchilarning ichida hammadan menga jiqroq dars bergan-chi. Aşı degan yerdan chiqqanmidim deb ozroq Dilshod ma'lumdan rasmiy xijil bo'lyapman hozir. Anladım. Xo'sh, undaq bo'lsa, Dilshod Roidin ustoz, eng oxirgi qaroringizga chiqargan vaqt keldi. Ben bugün bayatım degan dedim hoş ki qaysanlar yaxshi insanlar qaysanlarning ifodasi yaxshi bo'lsa, to'rt ustoz qaysanlarni tavsiya qilsa şöyle dedi. Oxirgi tavsiyam ma kendigi jangga mening loyiq ko'rganim Alijan. Alijan. Muborak bo'lsin. Abduqimka, bugunkidek shundaq natija chiqadiganligini o'ylab boqqanmisiz? O'ylagan. Rastga qilsam o'ylagan. Undaq bo'lsa ideyada tayyorlik bor ekanda sizda. Bu inim Alijan o'zi naqshida tarbiyalangan. Bu inglizcha. Endi qaysimiz chiqayli? Men navaskarim naqshiniki. Men xalq naqshini inta yaxshi ko'raman. Mayli qaysi yurtni, qaysi yana bo'lishga qat'iy nazar ben bu fursatni foydalanib shuni demoqchimanki, biz oldi bilan o'zimizniki xalq naqshlarini cho'qim bilishimiz kerak. Bizning naqshlarimizni ajdodlarimiz tarixdan tatbiq etib kelayotgan 500 yil, undan ortiq 1000 yillar bo'lgan naqshlarimiz bor. Biz bu naqshlarga cho'qim varislik qilishimiz, ularni taraqqiy qildirishimiz, ular varislik qilib, bizni keyingi avlodlarga qoldirishimiz kerak. Ama bu naqshlarni ugunimiz, biroq o'zimizning xalq naqshini o'zimizning genimizda ko'rishimizni tavsiya qilman. Xalq naqshi, hamma xalq naqshi. Xalq naqshi shu xalq mavjud bo'lib turdi ekan, u naqshi mavjud bo'lib turdi. Rahmat. Rahmat. Yaraydi. Va Abduqimkan yaxshi gap qildi. O'zining yurak so'zini deb meni masalan uydagilarga rahmat, ustozlarga rahmat deydigan so'zlarni qildiga o'xshaydi desam, intan yaxshi bo'lgan shuvardan birini bizning sahnimizga qoldirib ketmoqchi bo'lyapti. Albatta, siz bizningki yolg'iz mushu sahnimizdagi Al Roy guruhidagi isha eng chong bo'lgan mohirimiz bo'lganda sirtina, siz hammalarning bir o'rganish ulgusi. Sizdan o'rganadigan taraflarimiz haqiqatan intan ko'p. Albatta, aka buningdan keyingi ishlaringiz texmo o'ngishli bo'lsin. Naqshini tashlab qo'ymang, chunki naqshini haqiqatan siz hissiyotni berib turib, haqiqiy beshingizda o'tgan shu tajribalarni yakunlab turib aytgandeklar, hammalarni shunday huzurlantirib aytgansiz. Bo'lamdi? Rahmat. Qanday bo'lsa, ustoz bilan xo'shlashamiz. Marhamat. Hayot qozoni qaynab ushbu damlarga kelganda erishgan natijalarni baxtlarga tizish lozimdir. Gerçi sahnimizden ayrılış azaplı bo'lsa-mu, sahnimizda o'z sadosini yangritishning o'zimi bir natija. Hayır, birlikte o'tgan kunlarni baxt xotiramizda saqlaysiz. Endi sahnimizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Olim Abduz bilan Guljannat Rizoq.
Növətdə səhnəmizə çıxılğan iki mayır Alimcan bilan Gülcənnət. Alrayu gruppasi kirgandan keyin men ko'plagan Uyg'urcha ohanglarni o'rgandim. Dilshod ma'lumning tarbiyalashi ostida Uyg'urcha naqshlarni, xalq ohanglarini o'rgandim. Gülcənnət bo'lsa Aqsu viloyat san'at umugida g'alabaga yetilgan pishqan naqshchi. O'zi Aqsu viloyat san'at maktabidan boshqa Xian Musiqa instituti, Shanxay Musiqa institutida güzel ovozli naqsh etishni bir necha yil o'rgangan. Men o'zimning orzusi bo'yicha Alrayu gruppasiga kirdim. Bu jarayonda Dilshod ustoz bilan Shavkat muallimning yordamida shu ovoz ilmi jihatdan nurg'unlagan bilimlarga ega bo'ldik. Olimjon bo'lsa, o'zimiz Shinjong Musiqa institutida yana güzel ovoz naqsh etish kasbida o'qiyotdi. Bu qatimki sahna hamroyim bo'lsa, Aqsumakdan kelgan Guljanat adash bo'ldi. Chunki ikkimizning ovozi birga kamigashga, ikki naqsh bilpadi, menga İskender Sayfullah ustoz yozgan tarim naqshini bo'lgan. Guljanatning bu qatimki o'rlaydigan naqshi İtaliyaning operasi Puccini'dan Aria suyumlik atadigan operani o'rlamoqchi. Olimjonga o'zimga qutuq qanday tillayman. Bu ikki mayirning sen zo'r ustuqlarga erishishini umid qilaman.
Mana ikkinchi guruhdagi makirlarimizning bu naqsini anglab o'tdik. Olimjonning o'rlagan naqsi bo'lsa, hammalarga tanishib bo'lgan tarim naqsi shunaqo. Endi Guljanat xonimning o'rlagan naqsi bo'lsa, Italiya danliq musiqa ijodiyatchisi bo'lgan Puccinining ma'lum bir operasini orasidagi bir ariyaga deyman. O mio babbino caro deydigan bir naqsha, suyimlik dadam nomli naqsha. Unda qo'samdi ustozlar qanday baholan berdi, qanday tavsiyalar qildi, birlikda anglab qo'yaylik. Qani, bir nisab bas ustoz. Assalomu alaykum, yigitlar. Shundaq chiroyli kiyimlaringlarni mos kelibdi. Mushu bir guruh bo'ladiganға tazı obdan tushibsizlar. Tarim naqsini olim o'quvchimiz aytdi. Tarim naqsi. Tarim naqsini aytgan vaqtimizda men mushu ikkinchi qarordagi Akbar Zibani ko'z oldimga keltirib qoldim. Kichikilgan Akbar Ziba. Da turishlari bir qish negiz ko'tarilishlardan tatib shundan bir o'xshab ketdi. Bu taraflarınız nayet yaxshi. Kiyim kechak, sahna taqib turqingiz shundaq esil turyapti. Ammo siz mushu Yevropa güzel ovozlan o'zingizningki hozirgi mushu tabiiy ovozingizni moslashtirayotgan mezgilda ekansiz. Texi bir yer kelmabdi. Siz yana davomli tirishsangiz yaxshi naqshi bo'lg'udaksiz. Rahmat. Sizga hamda Guljanat, suyimli Guljanat nang yuragi sap ketmagan bo'lsa, buningdimi fayzi yetadi deb o'ylayman. Ashunga ishinaman. Yurak azroq sap ketdi, yurak mishay kelib ketdi. Nafasni shunchalik kontrol qilib, agar Guljanatdan boshqa naqsh bo'lsa, qizil naqshlardan boshqasi mushu sahnada tursa, ashu yurakning selishiga, mishay tiqilishiga bu naqshni aytolmaydi. Ammo qattiq yumshoqlikni shunchalik chiroyli qildingiz. Sizga qoyil bo'ldim. Tavsiyalarim Guljanat. Guljanat. Rahmat. Sana ustoz. Olimjonning vaqtim o'rilgan naqshida nihoyat zo'r ilgirlash bor. Naqsh etish uslub tarafida endi mana bu qitim Dilshod Raydin ustozning guruhi bilan mana Olimjon o'ziga loyiq, o'zining buningdan keyingi kasbiy naqshchilik hayotida to'g'ri bir yo'lni tepibdi mana. Bundan keyin davomli tirishingizni umid qilaman, Olimjon. Andın endi Guljanat bo'lsa kasbiy naqshchi. Dilshod Raydin ustozga tavsiya qildiganim Guljanat. Guljanat. Rahmat ustoz. Abdulloh Abdurahim ustoz. Yo'ldoshning fikriga qo'shilaman. Olimjon endi undan kaltalar yapsak bo'lmas. Kichkinam tajribasiz gap qoldim o'sha naqshiga, ammo yaxshi o'ziga yana baribir ishonch qilyapti-da, o'sha yigitning kayfiyatidan ko'rib turyapmiz. Cho'qim uzib chiqaman degan bir ishonch bor. Shuna bu yigitning endi o'sha naqshini balkim mashq qilgan vaqtlari qisqa. Ammo o'zining hissiyotini naytib to'xtatib oxirigacha davomlashtirishga ishonch bor bu ishni. Lekin bugungi ahvolda albatta yo'ldoshlarning fikriga qo'shilaman. Demak, tavsiyangiz Guljanat. Rahmat ustoz. Xo'sh, Dilshod Raydin ustoz, bahoyingiz. Olimjon oldingi rep biz Elrayo guruhimizga kirgan chog'da ommabop naqshi o'rilgan. Ommabop gitarchi naqshini gitarlar tamam yaxshi itlo ommabop naqshlari. Ammo hozir o'qiyotgan kasbi güzel ovozda naqsh etishdi o'sha Shinjong san'at institutida mush kasb o'qitdi. Bu inimizda anlatin mushu kasb yuzlanadi. Uyganlar bir net bir ish 3 yil bo'ldi. Bundaq masalan bu olimjon davomli mushu o'qishni davomlashtirib 5 yil yoki 6-7 yil, 8-10 yil mush kasb bilan shug'ullanib chiqargan bo'lsa, yomon test etilish qilgan bir naqshchi bo'lib chiqadi. Chunki bunaq naqshchi chiqmadi deb chiqamaydi. Bu maxsus konservatoriyada ilmiy uslubda naqsh etishni şu usulubni ügüldü. Uzak müddet ügüldü. Bunu sezgen adam bir neçe yıl içinde netice çıkarır. Sezmegine bir ömür idi o. Bu çünkü bunu közlem kögünemaydigan, kollam tutulamaydigan narsa yok. Bütün sezim bilen bana. Tınıklan muş avazın ornunu içiş arkalık. Bu bir pen bu. Bunu kasbiy naqshi bo'lib o'qisa buni yomon, buni ishi kirdi ketdi, buni cho'nqo'si bu. Bir cho'nqo'si. Olimjon men ishlayman shunda uzib chiqalaydi-da. Men tarim naqshini oldida ikki o'yla etib kendim, biroqla 3 kuy ko'tirib
A kuyga yetkidi. Müzikasini bizning san'at yetakchimiz Shavkat efendim ishlab bergan. İkinci komutan tarihini aytib A kuyi var, yama igiz var. Analik ovozning o'rnini joyiga keltirib, shu bu turbudek ovoz o'rnini aylanib chiqarib yetmoq keltasi. Naqsha haqiqatan darisi haqiqatan qiyin. Shunchalik madad berdim. Bugun nəhayət yaxşı etdik. Gerçi keyində shu o'zgargan kuy tarafda ovozlar toza, sal kuchayib qolgan bo'lsa-mu, lekin menimcha nəhayət muvaffaqiyatli yaxshi bo'ldi. Sahnaning qiyofati haqiqatan yaxshi ekan. Bu balta kichik hamdildaga 20 ming o'tib qarasini aylangan bo'ladi. Ham Guljanatda bilsak, Guljanatmi Aqsu san'at maktabida bitirib, uningdan keyin Shia musiqa institutida bir yil, uningdan keyin Shanxay musiqa institutiga berib, yana bir yil maxsus go'zal ovozda 2 yil o'qidi. Aqsuda o'qidi. Bu qizning o'qish tarixi garchi uzun bo'lmasa-mu, lekin musiqa naqsh sizm yaxshi o'qishga ovoz chiqarish o'rni hamma narsani xil mukammal o'rlagan. Mana bu ishga o'quvchandim men bak rozi. Rahmat ustoz. Unda bo'lsa eng oxir qaroringizni bevosita chiqarasiz. Shundaqmi? Qani, qo'llarni bering. Qarorim. Jannat. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Evet, rahmet. Ne güzel bir görünüş bu. Hadi ini otursadaki mübarekler şundak o. Hoş, Alımcan, hazır kujurek sözünüzni bir anlay. Ahire birinchi xatimdalam shu yurak so'zlarimni degan batdi fursat bo'lmay qolgan. O'zim ismim Olimjon Abdulaziz Turpondan keldim. Muzikaga kichimdan bak qiziqman. Gitar chalaman, müzik ishlayman, chiqib tirishiman, haqiqatan tirishiman. Ham jiq yaqsam to'xtiq so'z aytaman. Durust gapni qilish kerak. Kirgandalam shatmalim o'rilskan deb kirgandim. O'ylaganimdek shatmalim o'rildi. Shuning bay xo'sh, haqiqatan bak ustoz. Mening ustozim, maktabdagi ustozim Nurgul Aysa malimni kuni maqtab turdi. Bo'l, sharaydindek naqshi bo'l. Bo'lmasa tez loşinga sang bo'laverdi, ameba naqshi sang bo'laverdi deb tavsiyalarni qilgan. O'xshash. Men birsi dadamni sizga bagamroqda, hadidan ziyodlamanroqda. Rahmat. Har bir narsasini chaldi mening o'xshash. Dadam shart o'tirdi. Sangim rahmat dadam, ota. Ko'pin rahmat. Naqshdim. Biz bak navchimga chiq ajr qilgan. Yaxshi kelsa gap to'lar, shuning hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Sanobar ustozim ko'pdan ko'p rahmat. Alloh qatam degan so'zlaringiz bak ta'sir qildi. Bak ta'sir qildi. Men o'zim qansub o'qigan. Chiq milliy muzikalarni tushunib ketmaydim. Mush qatim mush bir oy, mush aniqdagi tayyorlik vaqtimizda men ko'pligan uyg'urish naqshlarni o'rgandim. Da gitarchilikdan tutachalarga mutab ketdim. Men ko'rsatdim ko'p. Qarindoshlarimiz yeni görüşüp durmaz. Yeni anlıq tirişimen. Size köptün köp rahmet. Rahmet Alımcan. Demek ona kalsa sizler şu aile boyunca Dilşat Raydon Ustaz'ın pintosu kensizlerde. Pintos? Pintos diye sana şu inçik oldu, bunda yoğan pintos olmaz. Hazırca tom pintozdan moda deydi. Hoş, inem elbette sizden bunu keyinki şu okşa hayatınızda texim yaxşı boğan texim o qaltis boğan neticelerini qolga keltirishingizga tilakdoshmiz. Sog'liq tirishsiz shundaqmi? Qani, ustoz bilan xo'shlashing. Jiroq manzillar yaqin yerdan boshlandi. Gerçi yollar jiroq, safarlar mushkul bo'lsa-mu, buyuk orzularni ko'ngliga pukkan karvonlarning manzilga yetmagi lozimdir. Sahnimizda qadamlar mushu yergacha yetgan bo'lsa-mu, sahnimizning san'at hayotingizning boshlanish pallasi bo'lib qolishiga tilakdoshmiz. Qarorliq İpek Yolu Sadasi programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizni Kamran yurishlik aqsil xalqini, Kamran aqsillik qaymoq chaylari, Kamran buvoqlar quvvat pulmiqi, Kamran buvoqlar zakisi qatorliq sifatli mahsulotlarni
bozorda selib, xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamera xalqaro savdo cheklik shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci derecege erişken makirimizde bolsa, ças sağlamlaştırış ve perviş qilish sohasida dodillik bilan izlanib, Sarkarda markalik yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan Xinjiang Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü derecege erişken makirimizde bolsa, diyarimiz yanfınçılık sahasida aqli iqtidorli yanfınlarni bozorga solayotgan boshlamchi korxona Xinjiang Utlan xalqaro savdo cheklik shirkati Utlan yanfınçılığı 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Dördüncü derecege erişken makirimizde bolsa, Safiye Necva Almaz toy qatarlıq yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan. Shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Safiye xalqaro savdo cheklik shirkati 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Endi saknimizda baygiga tushadigan ikki mahirimiz bo'lsa, Mehmetcan Hekim bilan Davron. Evet, sahneye çıkmakta olan mahirlerimiz Mehmetcan bilen Devran. Elray Grupu'na kirgandan keyin Dilshod Malimdan az bo'lmagan savatlarni, bilimlarni o'zim qabul qildim. Bu qitimqi sahna muroyim bo'lsa Davron o'zini bir yaxshi naqshchi. Bu qitim Davron ishimizga davlatlarga naqsh bo'lsa, anashim ismisiz qozoqcha naqsha. Devran mahirimiz Kazak milletinden bo'ladi. Aldın qitim tanlashda o'rlangan naqshni balkim tomoshabinlar ko'rganda Kazak xalqining naydir jushqun shoh tindirib bir naqshni sahnada o'rlab bizga olib berishgan. O'sha Dilshod muğamning kurpasına kirgandan beri Dilshod muğam bizga ko'plagan kasblik ana tujag'ida ko'plagan tarbiyalar berib, bizga o'zimizning o'shoqqa aytadigan anlarimizni berib, so'larni ishni kirib qalay o'rindau, so'larni aytib barishida qanday qattiqliklarimiz bor, so'larni ko'plab bizga o'rgatdi. Mehmetcan bo'lsa, ammo bak naqshi erdal yetib o'rlaydigan bundan. Gitarning silahı qaldı. Biz hozir sahnaga chiqmoqchi, Davron g'ayrat qilmaymi, g'ayrat qilay sahna ko'rishaylik. Mehmetcan shaxsi alga ikimizning do'stligimiz o'sha sahnadan keyin de mangulik жалғасады. Және де o'sha barcha saboqlardan o'zine bo'lingan anlarini yaxshi o'rnab chiqishini niyetimiz parlig'imiz tek alga. Bu ijtimoiyatning sahnadagi ifodasining texnik jushqun texnik bo'lishini istayman. Жүрсем сағынарым, жабықсам шағынарым, анашым бір өзіңсің табынарым. Anашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Ошырған соң қарына, қияға шырқарынан, бәйгеге өзің қосқан тұлпарыңмын. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда
ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жандава сөзін деймін, анашым сен ойласам көз ілмеймін. Анашым шалқып күлсем, алдымда ұзақ жүрсем, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Xo'sh, mana ikki yigit, ya'ni qozoq tilidagi naqshidan birini ilib keldinglar. Shundoq-ku. Unda bo'lsa ham biz ustozlarning bahosini shundoq tavsiyasini olib boqaylik, ha. Qani, Nurnisa ustoz. Davron Mamatjon, ishqinglarniki ana temisidagi naqshlarni anglab shunda xush bo'ldim. Mamatjon, savaqdash qozoqcha aytibsiz, sizga qaymoqdek kelib ketdi bu naqshlarga. Davron, siz bu naqshni o'rgangan qanchalik vaqt bo'ldi? Çok vaqt bo'ldi. Jiqt vaqt bo'ldi asosiyatida. Lekin yaxshi aytdingiz, siz ovozingizning davosingizning tusi bak yaqinliqkancha yaxshiga ovozingiz. Bugun men tavsiyada Mamatjon Hekim. Rahmat, Mamatjon. Abdulla Abdurim ustoz. Yaxshi. Bu bizning O'rta Osiyodagi Uyg'ur, Qozoq, O'zbek tillarga tarjima qilinib aytilgan qozoqcha naqsha masal bilasizlar balkim. Ajoyib chiroyli melodiya, ajoyib chiroyli tekstlar shunchalik bir odamga ta'sir qilgan. Rost-da? Anasi bor odamlar qiyirmaydi. Hech qachon kartamaydi. Ana bo'ldi sen 50 yoshga 60 yoshga kirsangmi, sen yosh demakchi. Bola desa. Ajoyib fikr. Bu naqsha güzel. Tavsiyamiz bor. Davronga yana fursat keldi bu yosh inimiz. Men tavsiyani yana Mamatjonga. Rahmat. Sana barkatsin ustoz. İşki bayramımızın işidemdi. Ben Davronga yana bir fursat bersek deyman. Davronga. Rahmat ustoz. Dilshod Raydon ustoz, avval bahoyimiz. Anashim degan bu naqsha boya Abdulla Abdurim ustoz aytgandek, bu jiq tillarga tarjima qilinib aytilgan bak bir nodir asar. Har qanday vaqtida mayli buni qaysi til bilan o'rlayli, gitar bilan bo'landi, piano bilan yo boshqa muzika bilan o'rlanganda shu yerda zade 10 odam bo'lsa 9 yig'laydi. Bo'pmi ayollar? Anashim shalqib kulsin. Aldımda uzaq görsən dedi. Ana sen qaqaqlab külsən, aldımda uzaq yürsən dedi. Yüreğim yırtılğaydı, köngülüm ortalmaydı. Məngü yaşlarıma yüreğim yerim bulmaydı qalbim.
Değil. Anası bar adamlar eş kaçan kerteni. Tikisimi acayip. Yaxşı. Təsirlik. Naqşınımı, melodiyasımı bundaq güzel olmaz. Endi bu naqşını bu iki mayırımız. Devran Musa Kazak jigiti. Mehmetcan Uygur. Mehmetcan Uygur boğunulan bizning dörbücünün ayasında bu Kazakның turmuşuğa jıq çökкен Kazakçığım şundaq usta. Kazak naqşlarını köp etken. Bulağa Kazakça Uygurca bu salgı bolmaydı. Aldınqıtı bir Kazak naqşın davra şunçilik düşkün şok etip səhəndə bir o çıxır ötkəndi. Endi başlaq iş. Bugün rahmat. Ona qalsa ishkanlardan yana bir savol, agar bugun sizlarning o'ylig'ininglardek aşı natija shundoq chiqmay qolsa, pushaymon qilamsizlar. Mehmetcan. Yo'q, pushaymon qilmaymiz. Sen fursat bor bizga. Davron. Har qachon hukmiyman. Qozoqda bir so'z bor. Jengizning anasi degan. Bugungi xo'rsa anashim mening shaxsiy tomog'imga o'sha yerda o'kinaman, biroq Jengizning anasi men har qachon yozmayman. Rahmat. Jaraysan. Undaq bo'lsa, Dilshod Raydon ustoz, eng oxirgi qaroringizni chiqaradigan vaqt keldi. Meni tavsiyam meni Mehmetcan. Davron. Hayatın intayin yaxşı bo'lgan hikmatli so'zdan birini qildingiz. Ashuni Uyg'urchasini rasman desam, albatta Qozoqchasida shu mag'lubiyat muvaffaqiyatning onasi degandek bir ma'noni tushungandek qildim. Yengishning onasi. Yengishning onasi degan gap shunday. Bir gap shu. Xo'sh, eng oxirgi yurak so'zni anglaylik. Bugun asli жақсы айтып шығуға тиісті едім. Осы анашым менің жеткізе алмағаныма осы жерде көптеген себептер болды. Бірі осы Мehmetcan екі адам, әдетте бір адам айтқаннан екі адам ән айтқан өте біраз ауырлау келеді. Mehmetcanның дауысы болса, менің даусыма қарағанда біраз төмен. Сондықтан мен осы төмен ноталарда біраз қиналдым. Дұрыс ноталар таба алмадым. Ол кемшілігімді өзім қазір сахнада мойындаймын. Бірақ ол әр сәтсіздік адам өмірінде болып тұрады. Бір сәтсіздікпен бір адам жерге кіріп кетпейді, бір жеңіспен бір адам көкке ұшып кетпейді. Мен осы сахна арқылы өзімді қолдаған, осы өмірге алып келген, аяулы, санау, алыста жүрген ата-анама алғысым шексіз. Мен аман болсам, Алла қаласа, әлі талай биіктерден шығамын деп сенемін. Мен сіздермен мақтанамын. Және де осы барша осы залдағы көрермендерге және барша экран алдындағы көрермендерге ыстық сәлемді жолдаймын. Dilshod мұғалім осы жарыс барысында бұл жерде қалып қалсам да мен ешқандай өкінбеймін. Әрі Dilshod мұғалімнің, ұстазымның көрпасына кіргеніме де ешқандай өкінбеймін. Dilshod мұғалім осы барыста Dilshod мұғалімнің қандай адам екенін, ол кісінің қаншалықты білімі бар, кәсіптік жақтан өте терең білімі бар екенін сезіндім. Ол кісіден көптеген өзіміздің білмейтін олқылық жерлерімізді біліп алдым. Тек қана осы жарыс емес, әлі Dilshod мұғалімнен алатын біліміміз көп деймін. Және де осы отырған үш ұстазға алғысым шексіз, рахметімді айтамын. Жеңгетте де өкімде болған, Әйді мәселе бәрімізде болған. Мен де осы 50-ге бірге келдім. Сағанада ән айту кезде тексініп қалған, даусым жетпеген, күйін таба алмаған. Ондай бағанағы тағы кішкене, ода үлкен немелер менде болған да. Сен тағы жаз. Сені мен оқушым болған үшін екеуміз танысқан өте қуанып отырмын. Менге сенің мұғалімің қандай кезде маған звон қылсаң келсең болады қаршыма. Ұстазымыз ұстап тұрмыз жына қой. Қырек, бақала. To'g'ri, yengilish yengishning onasi. Bu so'zni siz aytgan. Lekin siz yengilmadingiz, balki yengib hozirgi bosqichlarga yetib keldingiz. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz bilan san'at yo'llarida dog'dan
qarorliq İpek Yolu Sadası programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan makirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan makirimizni Kamran yurishlik aqsil xalqini, Kamran aqsillik qaymoq chaylari, Kamran buvoqlar quvvat bulmiqi, Kamran buvoqlar zakisi qatorliq sifatlik mahsulotlarni bozorga silib, xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Shinjon Kamran xalqaro savdo cheklanish shirkati 120 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci darajaga erishgan makirimizni bo'lsa, cha sog'lomlashtirish va parvarish qilish sohasida dodillik bilan izlanib, Sarkarda markali yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan Shinjon Sarkarda xalqaro savdo cheklanish shirkati 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü darajaga erishgan makirimizni bo'lsa, diyorimiz yanfonchilik sohasida aqliy iqtidorli yanfonlarni bozorga solayotgan boshlang'ich korxona Shinjon Uqlan xalqaro savdo cheklanish shirkati Uqlan yanfonchiligi 80 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajaga erishgan makirimizni bo'lsa, Safiya Najva Almas to'y qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan. Shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Shinjon Safiya xalqaro savdo cheklanish shirkati 60 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Xo'sh, ekaldagi qadrli ko'rmanlar, Alroy guruhining raqobati yana keskin davomlashyotdi. Endi sahnimizda raqobatlashadigan makirlarimiz bo'lsa, Dilrabo Shavkat bilan Rizvongul Davud. Navbatda sahnaga chiqmoqchi bo'lgan makirlarimizdan Rizvongul bilan Dilrabo. Rizvongul bo'lsa, pichan noylik san'at umigida bir kasbiy naqshchi. Xeli pishqan. Ovozning o'rni xeli joyda, rangi suzuk, yo'ruq. Men o'z orzuyim bo'yicha Alroy guruhiga qabul qilingandan keyin ustozim Dilshod Raid Napandi ovoz ilmi jihatdan nurg'ulg'an ta'lim tarbiyalarni berdi, ko'p ajrlarni so'ndirdi. Shu fursatda ustozim Dilshod Raid Napandiga tiniga salomatlik, uzun umr tilayman. Rizvongul Dilraboga bo'lib berilgan naqsha keng xalq ommasiga intayin tonish bo'lgan. Bulbulum nomli naqshni bu ikkisiga taqsim qilgan. Men Alroy guruhiga kirgandan keyin ovoz chiqarish ilmi jihatda Dilshod muallimdan ko'plagan bilimlarga ega bo'ldim. Bu qitimki musobaqada mening sahna hamroyim bo'lsa Rizvongul. Rizvongul ishimizga bu qitim bo'lingan naqsh bo'lsa Bulbulum. Bu ikkisimi yosh mayirlar bo'lg'achqa bu naqshning ba'zi bir hissiyotlarini, ichki inchik furaqlarni yetarlik egilib bo'lmag'achqa biz buning ajrsin dedik, ularni jiq o'rgatdik. Men hozir sahnaga chiqmoqchi. Do'stim Dilraboga ham o'zimga ko'p uxlarning yor bo'lishini tilayman. Dilrabo, xayrat qil. Rizvongul, do'stligimiz mangulik bo'lsin. Bu ishga mayning har ishkisiga vaqt tilayman.
Güllen oygatkan uçan Güllen oygatkan uçan Baktetin maysar sor Derdim gider manim Baktetin maysar sor Derdim gider manim Derdim gider manim Yuqorida biz Rizvongul bilan Dilraba ishkaylarning o'rinlashidagi bizning ustoz san'atkorimiz Pashayishan ustoz dastlabda aytgan Bulbulum nomli naqshida birlikda o'zirinib o'tdik. Unda qolsa endi biz shu ustozlarimizning bahasi shundaqla tavsiyasini olib qoldik. Qani unda qolsa seni bir tursin ustoz. Bu bir jup chiroyli singillarimizni aytdi. O'ziga o'xshash chiroyli naqshini bizga so'qib ketdi. Bu naqsha ustozimiz Davudjon Nasir ustozim aytgan, andın Dilshod Raydin ustozimizning o'rinlagan Qurbon Umar ustozimiz deydi. Qurbon Umar. Bu yerda ovoz to'g'riliq 1 minut gap qilib qo'ygan kelyapti. Rizvongul bilan Dilrabaning ovozida mundaq bir farq bor. Ovozning tonilish darajasi degan bir narsa bor-chi? To'g'ri. Bienshido deydi hanzuchi. Mushu jihatni aytganda, bu Rizvongulning shu tonilish darajasi yuqori ekan. O'zining ovozini men deb ifodalab berish iqtidori yuqori ekan. Ammo Dilrabada ovoz ilmini o'rgangan. Boshqa ovoz ilmini o'rganganda naqshchilar shu qilib bilan aytsa, tonilish darajasi yo'qolib ketadi. Onun uchun ovoz ilmini o'rganib bo'lgandan keyin endi uni buzib tashlab etib, o'zining tonilish darajasini chiqarish kerak-chi. O'rganish kerak, uni oxirida buzib etish kerak. Buzib o'zini chiqarish kerak. Mush tarafda men Dilraba singlimga yana bir baldaq Dilshod Raydin ustozni mana o'zimni talab qilib shu vaqtida o'zining orzusi bilan Dilshod Raydin ustozni ustoz tutgan. Mushu fursatdan foydalanib bundan keyin davomli mana Dilraba singlimning o'zining ovozining tonilish darajasi men Dilraba Shavkat degan ovozini ep chiqishini, shuni tonitish uchun tirishishini umid qilaman. Rahmat. Rahmat ustoz. Endi mening tavsiya qilganim mushu har ikki mahirimizni Dilshod Raydin ustozga tavsiya qilaman. Rahmat. Rahmat ustoz, ammo endi programning qoidasi bo'yicha tavsiya qilamiz. Cho'qim bir qitim ishni qilsak bo'ladi-ku. O'zingiz kelganda. O'zingiz kelganda. Rizvongul Davud naqshini haqiqatan yorqin bir xil rohat ifodalab berdi. Dilraba yanala apay degandek shu sal qilib sevilib qoldi-chi ovozni. Dilraba cho'qim buni yengib ketadi, chunki Dilraba bek o'ziga ishonch qildigan, bek tirishchan singlimiz bu. Shunga yana Dilrabaga fursatda ikkili mayirimizga fursatlar ko'p. Mening Dilshod Raydin ustozga tavsiya qildiganim Rizvongul. Rahmat ustoz. Men tavsiyalarga o'tib ketay. Bizningki o'quvchilarimiz yaxshi tirishibdi. Ovozdan his qilib bo'ladi. Ishkilisi men eng yaxshi ko'radigan Rizvongulga meningki Nur sahnasidagi suyimlik o'quvchilarimning qatoridagi o'quvchimdi. Dilrabani hozir anglayapman, ovozim texim taraqqibdi. Birsiga tavsiya qilish to'g'ri kelib qolsa, men Dilraba Shavkatni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz. Abdulla Abdurim ustoz. Bu ikki singlimiz aytgan naqshini
yana birer kublet bo'lgan bo'lsa davomli anglasak deydigan darajada shunda amroq bo'ldim. Yaxshi aytdin. Naq qizlardek aytdi mana shuni. Dilrabo Sanobar hadisidek shu yoqda aytdi ona shuni. Degandek balkim nazariyada o'rgangan narsalarni amaliyot bilan birlashtirish azroq vaqt ketadi. Ammo bunda qarasam bu qiz oilada cho'ng bo'lgandan keyin bu meni shivesida yozilgan naqshida og'zining shakllaridan tortib kelyotdi il tarafga. U taraflari ishonchli hamda. Biroq seni baradingiz degandek sizni o'zingizni ifodalaydiganga bir amal tepangda endi tajriba tepang. Men bu shu Rizvangulni tavsiya qilay. Ha, bu ishkumayirimiz ajoyib chiroq naqsh etdi. Dilrabo Shavkat bo'lsa bizning Shinyon pedagogika institutida muzik nazariya kasbini bitirib hozir yashadi muallim. Rizvangul bo'lsa bizning 3 oylik naqsh usul o'migida yashar kasbiy naqshchi. Bu o'quvchilarni yig'ilgandan keyin mushu bulbulim nomli bu naqshni shu ikkisi biz aytaylik taqsim qilindi. Muzikasini milliyimiz adliyle çağıldık. Asasen bu ikkisinin ovozini qanchalik darajada joriy qildirdi, bu naqshni qanchalik darajada o'rinlaydi, shuni ko'rmoqchi. Repetitsiya jarayonida haqiqatan yaxshi o'rinladi. Mas sahnada shundoq yaxshi. Ikkisining Güllän oyg'atqan degan birisining turaqsiz ovozi. Yana birisining taz yetmaydi. Aşını qayta bularga takliflab o'taqilish kerak, taniqli konqur ilish kerak, eshak kelgan chog'da biroz kuchishimiz kerak, cho'qim berish kerak. Bugun ham sahnada tavrnishim asosiyatim yo'q. Degan yagimi nisbatan degan yetib bordim. Gerçi 100 men degandek bo'lmagan bo'lsa ish qilib, bu naqshning masalasi avjida. Bugün yaxshi chiqdi. Ikkilanlarning kiyimi yarishdi, sahna qiyofatinglar shundoq chiroyli qandoqmi qilaman voy o bu tashkilni qoldim qo'yman. Sizga qo'shni tanlash to'g'ri. Bizdan gap qilib o'ylashaydi. Ozroq vaqt beray deb shuni gap talashib ketdik siz bilan. Rizvangul siz o'tgan qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasida qatnashqandingiz. Shundoq ammo ma'lum sabablar tufaylidan saqsiz bo'lib qolish sababidan keyingi musobakangizni bosamagandingiz. Endi bu qitim qaytib kelgandan keyin kayfiyatingiz, hissiyotingiz qanday? Bu qitim yana shu sahnaga qatnashib, yana ustozlarning yaxshi ko'rish bilan menga o'rindiq aylantirishi bilan yana Dilshod Raidin apandimniki o'quvchisi bo'lish fursatiga erishdim. Bundan naytim xush bo'ldim. Men Ipak yo'li sadasi programmasi tarixidagi eng baxtli o'quvchi deb qarayman o'zimni. Nimishqa? Nimishqa desangiz, bilaklar qatnashib bir o'qituvchi ustoz tush fursatiga erishsam, mening 2 ustozim bor. Bir emas 2 qatam ta'lim oldim, yana kelib yana davomli ta'lim olish fursatim bor deb qarayman. O'zim shunchalik ishonchim bor. Dilshod Raidin apanning guruhiga kirgandan keyin nurg'unlagan bilimlarni bizga berdi. O'rganmagan burun hech qachon anglab boqmagan, hech qachon o'zimizni his qilib boqmagan bir xil naqshlarning pura qilish jihati bo'lsin, ovoz egizlik jihati bo'lsin, nafas, shu ovoz ilmi jihatdan nurg'unlagan ta'lim tarbiyalarni berdi. Men Dilshod Raidin apandiga shu fursatda ko'pdan ko'p rahmatimni bildirman. Rahmat ustoz jafo chekdingiz, tanangiz salomat bo'lsin, umringiz uzun bo'lsin. Rahmat. Dilrabo, siz hozirga qadar nurg'unlagan naqsh etish musobaqalarga qatnashib kelibsiz, shundaqmi? Qatnashgan shu musobaqalaringiz bilan Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashgandagi o'xshamaydigan taraflar qaysi sizcha? Bu musobaqalarga qatnashib ketdim deganim bo'lmaydi endi. Maktabdan o'yin qo'yish munosabati bilan ishkir o'lkalarga, chetlarga chiqamiz. U vaqtda o'zimga mos keladigan muqomlar bo'lsin yoki shu Xanzon millatining naqshlari bo'lsin, xalq naqshlari bo'lsin, shu xil naqshlarni bilib beradi menga. Lekin u bir kechilik qatnashgan bilan musobaqa qatnashgan qat'iy o'xshamaydi. U vaqtda sahnaga chiqqanda menda bir xil
O'diqish degan narsa bo'lmaydi-da, o'zimni olib chiqib etib tushib ketaman, o'zim yolg'iz etman deb. Lekin Ipak yo'lining qancha mush jiddiylashmay deb o'zimni besib turman, lekin mushu musobaqa deganning bir suruldik emasmi? Bu tabiiy ahvol endi. Bu psixikamni mushu jiddiylashmay, bu musobaqa hamiz ko'rdik-ku, o'qitdim sakni chiqqanda buni 10-chi odam ko'ratdi deb. Shunda deyman, lekin shundoq jiddiylash meni insan bunu aşkı titrak getirip tutulurum. Başkaça musabıqının sürü bak hakikaten. Demek bu programma hakikaten sizge ögünüş fırsatlarını bergen bolsa, ondan başka yana ancha-muncha besimlarni makab qo'ydi. To'g'ri, besim bo'lmasa odamni ilgirlash bo'lmaydi emasmi? To'g'ri, xo'sh. Amaliyotda mana bu ishkalarning bugun aytgan naqsiga tutgan pozitsiyasida mana shu sirqiy qiyofatidanla yana o'xshashlar intayin odamning qoyilligini qo'zg'aydi deyamiz. Chunki Rizvangul oldin qarorda qatnashgan vaqtingizda o'zingizning shu sakna hamroyingiz bilan yana o'xshash kiyimlarni kiyib, sochlarni o'xshash o'rib chiqqan ko'z shu siymoyingiz hozirgacha ko'z oldimda bor. Endi bugun mishkanlar yana shunchalik darajada chiroyli chiqibsizlar. Albatta bu meningcha bo'lgan vaqtida sizlarga nomer qo'shilgan bir taraf. Shundaqmi? Xo'sh, Raqos Dilshod Roidin apandi. Endi eng oxir qaroringizni chiqaradigan vaqt keldi. Qani. Musobaqa rahimsiz. Mushtaq yerivacho buni. Nimishki mushtaq ish bo'ladi deymi? Endi bu ishkilinglar nayt yaxshi o'rilgan tanglar bor. Baxshimcho. Qanday qilaman men? Sen kelamiz. Sen kelamiz boraylik. Baqirmanglar. Meni ozdirib ketdik. Men mayli Dilrabani, mayli Rizvangulni tanlay, u hergiz ozg'anliqim emas. Yo'q, unda emas zodi. Hergiz ozg'anliqim emas. Yoki birsini yaxshi, birsini yomon deb qolqim emas. Shundoq. Musobaqa rahimsizroq. Men sal kasbiyroq naqshchi. Xalq naqshini uzun yil etdim. Mening asosliq alayligim shu xalq naqshisi. Undan boshqa men o'qib kelgandim. Ovoz ilmi jihatda buni uzun yil tayyorlab deb bo'lgan. Mushu jihatdan ovozning tusi, yo'riqligi hamda oxirgi jangi keyindiki ma 8 dan 4 solimiz, 4 dan yana solimiz mushu jihatga mo'diganga biroz muvofiq taqqinim. Mushu ikki qizning ichidan birisi kimligini demayman deb turdi. Qani. Endi Dilrabani tanlasam Rizvangul qopmaysiz-a? Qoplamsiz-a? Qopmayman deb bana? Qopmayman. Rizvangul tasam siz qoplamsiz? Qopmayman. Rizvangul ishkimiz musobaqa jarayonida nayt yaxshi bo'lgan bir do'stlik munosabatini shakllantirdik. Mayli men chiqay, mayli Rizvangul chiqsin, o'xshash bir-birimizning keyinda yo'lanchiq bo'lamiz. Ko'ringlarmi? Ma bizning grup ruhi. Elray grupining ruhi bu. Boshqa bir ruh bo'lish kerak bu grupda. Men har qanday vaqtda ishlab bir gruplarda, shirkatlar 4-5 og'ayning birga bir ishlarni qilib shu vaqtda birinchi ruhni, shaxsiy manfaatni hargiz oldi qo'ymayman. Ruh birinchi. Undaq bo'lsa, Dilshod Roidin ustoz, eng oxir qaroringizni chiqaradigan vaqt keldi. Bu daqsanqa mangdig'ini bu daqsanqa mangdig'ini Rizvangul. Rizvangul. Muborak. Muborak bo'lsin. Dilraba, mana o'zingizning yaqin do'stingiz, shundaqla o'zingizning kasbdoshingiz, undan boshqa saknadagi hamroyingiz bugungi shu tanlashda tanlandi, shundaqmi? Unda bo'lsa, endi sizning hozirgi shu chin hissiyotingiz qanday? Bu musobaqa sahnasi ekan, cho'qim 2 yil jihatdan tayyorlikdan kelishimiz kerak ekanda. Ussam qanday bo'lar? Agar sahnada tushib kelsam qanday bo'lar degan shu 2 yil jihatdan shu psixikamiz tayyorlik qilmasa, jiddiylik qilamiz sahnada. Men musobaqa bo'lgan uchun cho'qim shollanishim bo'ldi. Buning nisbatan meningmi tayyorligim bor. Bizning shu turmush yo'limizda mayli musobaqa bo'lsin, mayli qanday ish bo'lsin, shollanish, mag'lubiyat bo'ldi-kan, ondan keyin biz olg'a ilgarilaymiz. Mening bugungi musobaqada shollanib ketganim mening hargiz naqshim nachar etadiganimni isbotlamaydi. Bugungi shu maydonda
Muşu naqşının bəzi bir yerlerini belki ben sahne Amrayim Rızvan Gülçelik alamay qalğan boluşum mümkün. Lekin men bu sahnedan tushib ketdim, men voy yaxshi naqshchi emaskan, men naqshini yaxshi aytamdim deb o'zimni unda tushamayman. Men texmo olg'i ilgirlayman. Ustozlarning menga bergan mush fikrlarini o'zimga qabulnom qilib, bundan keyingi o'rganishimda qaysi joyda ortiqchiligim bor, qaysi joyda yetarsizligim bor, mush yetarsizliklarimni to'liqlab texmo olg'i intilishdan tirishman. Va shu munosabat bilan menga mushu qisqagina vaqt ichida bilim bergan Muşu ovoz chiqarishda qajat yetarsizliklarim bor. Qaysi joylarni ortiq qilolma, qaysi joylar kam qoldi, mushu haqida haqda menga bilim bergan Elray Gruppsidagi muhtaram ustozim Dilshod Raydin apandiga ko'pdan ko'p minnatdorligimni bildiraman. Rahmat sizga. Rahmat, rahmat. Rahmat Dilrabo. Yana bir eslatib qo'yganim, ma'lum mushu mashq jarayonida salomatlik yor bermadi. Lekin naytdi mushu deymiz qaysarlik bilan yana bizning mashq maydonimizga kelib bizni birma-bir mashqda o'tkazib qayerlarimiz bo'lmadi shu jihatlarda bizga nayt yaxshi yetakchilik qildi. Muallimning mushu ro'yidan biz nayt mushu guruhdagi o'quvchilar nayt ta'sirlandik. Shu munosabatlar umringizning texmi uzun, teningizning salomat bo'lsin tilaymiz muallim. Rahmat. Haqiqatan o'zing kasbiga xos bo'lgan gap qilish uslubingizni gap qilishingiz xuddi men sizning o'quvchingizdek yoningizda turibchi. Shu gaplaringizni zehnimni berib anglab ketdim. To'g'ri deydi muallim deganga o'xshash. Xo'sh, albatta menimcha bu vaqtda mana ustozimizning bizga yolg'iz naqsh aytish jihatida emas, axloqiy jihatda, shundaqla uningdan boshqa yana odamiylik jihatda, astoydillik jihatda o'rgatgan taraflari intayin ko'p. Biz dal mana shu taraflarni mujassamligi asosida texnik olg'a qarab qolamiz. Siz mallar shundoq. Shundoq. Davomli tirishim. Qani, ustozlar bilan xo'shlashamiz. San'at go'yo bir o'ttirki, san'at yo'lida mang'uchilar xuddi o't ishqida parvozalardir. San'at beg'ida boljiqchi harlar kabi xalqimizga she'rin xatlarni taqdim qilish yo'lida davomli izlanishingizni umid qilib, oliy tilaklarimizni sizga taqdim qilamiz. Davomli tirishing, cho'ng sahnalarda gul kabi echilishingizga tilakdoshmiz.